Assalomu alaykum hammaga. Hayit 3-kuni, yakshanba. Ertalabki soat 7 botanika bog'idamiz. Yugurish boshladik. Bugungi video sal boshqacha formatda bo'ladi. Yugurib turib gaplashib ketamiz. Bir qiziq bo'lgan voqea va juda muhim gapni, mavzuni gaplashmoqchiman sizlar bilan. Xullas, hayitda birinchi kuni qarindoshlar kelishdi, o'tiribmiz. Shunda bir akam kelib savol beryaptilar. Baba, ertalab 5 dan uyg'onib, yana uning ustiga yetmaganda yugurishga chiqib ketib, yugurasan. Nima seni majburlayapti? Agar meni ertalabdan kimdir uyg'otsa, gap eshitib oladi deb aytdilar. Shu payt yaxshi savol, juda kuchli savol bo'ldi. Chunki ancha narsa esimdan chiqqan ekan. Nimaga boshlaganim, nimaga yugurayotganim, nimaga sog'lig'im, sportdan shug'ullanayotganim yaxshi eslatish bo'ldi. Odamzodmiz, esimizdan chiqadi. Va o'sha payt o'ylab qoldim. Men ham oldin 1,5 yil, 2 yil oldin xuddi shunaqa fikrda edim. Ertalab hech kim uyg'ota olmasdi. 10 soat, 12 soat uxlasam ham kuchga to'ymasdim. Energiyam yetmasdi. Bunaqa yugurishlarni ko'rayotganimda ertalab kechqurun yugurayotgan insonlarni ko'rsam hayron bo'lardim. Nima qilishyapti? Yotmaydimi, uxlamaydimi, kino ko'rmaydimi? O'sha payt mendan xuddi shunaqa aytgan savollari, aytayotgan gaplari, holatlarini juda zo'r tushunib, o'sha paytda o'sha holatda men ham bo'lganman. Endi savol, nima o'zgardi? Qanaqa qilib bunaqa ertalabdan uyg'onib, qoldirmasdan intizom bilan ertalab 5 da uyg'onib yugurishga, 5 da uyg'onib suzishga, 5 da uyg'onib boshqa ishlarni qilishga o'zimni odatlantirdim. 8 soatdan ko'p uxlamaslikka harakat qilaman. Ko'p uxlarsam boshim og'riydi. 6 soat uyqu har kuni o'rtacha holatda yetadi. Kuni bo'yi tetik, energiyam ko'p. Hayotdan yashashga bo'lgan ishtiyoq ko'paygan. O'sha 2 yilga oldingi holatdan ko'ra o'sha payt nima o'zgardi deydigan bo'lsanglar, bir qiziq holat xuddi kechagidek eslayman. 115 kilo edim. Germaniyada men magistraturada o'qib yuribman. Savod magistraturada o'qiyotgan paytim 115 kiloman. O'sha 3-qavatda turardim, bitta uyda. Har kuni zinadan chiqib tushardim. Va o'sha payt juda qiyin bo'lardi. O'sha 3 qavat zinaga chiqib tushisham. Boshida sezilmagan o'yin qaroqli yotgan, uxlaganman, hamma shikalatib qiladi deganman. O'sha holat yuraverganman. Institut birinchi kursini tugatayotganda o'sha payt bir marta kechqurun o'qishdan qaytib chiqqanman zinadan. Xayol urgan. Bobur, hayotda maqsading nima? Qayerga qarab ketyapsan degan holatda o'zimga savol berganman. Ozgina yurib qansirab qolmay. Savol bergandim. Yaqinda uylanishing kerak. Uylanmoqchisan, oila qurmoqchisan. Zo'r. Qanaqa ayol kerak senga? Chiroyli bo'lish kerak, aqlli bo'lish kerak, o'ziga qaraydigan, odobli, hokazo. Shu narsalarga sen mosmisan? O'sha qizga mosmisan? degan savol qo'yganda, balki yaxshi insondirman, balki odoblidirman, aqllidirman balki. Kim biladi? Lekin ko'rinishingcha bir 115 kilosan, ozgina harakat qilib charchab qolsan, qanaqa oila boshi bo'lasan degan savol o'tgan. O'shanda javob olmaganman. Demak, sen unaqa qizga loyiq emassan. Demak, o'zgarish kerak. Ket. Keyin yana savol. Bolalarni yaxshi ko'rasan, oila qurmoqchi. Bolalaringga o'rnak o'sha mana adam katta qorni bor,
adam ozgina chiqib charchab qoladi, bola hamma narsani to'g'ridan to'g'ri shunaqa holatlarni tasavvur qilib ko'rasanmi deb o'zimga aytganimda qanchalik achinarliligini tushunib yetganman. Demak, men o'zimdan tashqari oilam uchun ham sog'lom bo'lishim kerak, ular uchun ham harakat qilishim kerak deb aytgandim. Keyingi masala biznes qilmoqchisan, ishlamoqchisan, kuchli insonlar bilan birga bo'lib, qanaqadir ishlar o'tkazmoqchisan, do'st bo'lmoqchisan. O'sha insonlar hammasi senga o'xshaganmi yo boshqachami? Ma'nali chiqib chiqadi, hamma muvaffaqiyatli, bir kattaroq maqsad qo'ygan, kuchli fikrli insonlar ko'p o'ziga qarab yuradi, sport bilan shug'ullanib yuradi, qanaqadir shunaqa bo'lgan. O'shanda demak, sen ularga loyiq emassan, ularni darajasida bo'la olmaysan va hech nima evaziga bera olmaysan. O'zgarishing kerak. Keyingi masala, YouTube'da video olasan, odamlarni ilhomlantirasan, motivatsiya berishga harakat qilasan, o'rnak bo'lishga harakat qilasan. O'sha holatda seni ko'rib, o'zinglar bilan shug'ullaninglar, insonli, qat'iyatli bo'linglar desa, seni tashqi holating, bu ichki holatingni namunasi odamlar ko'rib ikkilanib qolmaydimi? Odamlar ko'rib nima deyapti, o'zi aytgan narsasiga amal qiladimi deb o'ylab qolmaydimi deb o'ylab shunaqa savollar berganda, asosiy menimcha 3 ta savol shundan iborat edi. O'sha paytda hammasiga yo'q javob bo'lgandan keyin mana miyada taq переключиться dedim, o'zgargan. Keyin o'zgargandan keyin intizom yo'q, nol. Motivatsiya bor. Motivatsiya so'nib ketadi baribir. Yana nima qilish kerak bilan o'zgartirish uchun degan savolda o'tirib, o'zimga haqiqat bilan o'tirib gaplashganda, kuchli inson emassan, sekin boshla. Tez natijalar ko'rding, ko'pi chiqaqqa olib bormaydi. Hafsalang pul bo'ladi, tashlab qo'yasan. Uzoqqa maqsad qo'y, uzoq o'yna. Kichkinadan boshla. Aytdim o'zimga, har oy 3 kilodan, 2,5-3 kilodan vazn tashlayman. Ertalabdan turib yugurishing shart emas dedim. O'rtog'ing zalga chaqiryotdi. O'sha qozog'istonlik Sayhan degan o'rtog'im har doim zalga chaqirardi. Chiqmasdim, cho'zib yuraman. O'sha holatda o'sha bilan birga zalga chiqdim. Zalga payt zalga chiqishni boshladim. Ertalab emas, kechqurun 8 dan zalga chiqardim, 1,5 soat shuni haftada 3 marta bo'ldi. O'sha qilaverardim, o'sha xohlagan narsamni yeb yuraverardim. O'zingga zo'r turolma deb aytgandim. Bir oy o'tdi, 3 kilo tashladim. Natija yaxshi, hech nima ustimda ko'rinmagan bo'lsa ham davom etaverdim. 2 oy zalda tinmay qoldirmay chiqdim. Intizom sal charxlanishni boshladi. O'zim sezmagan o'sha holat. Keyin zalim yopilgandan keyin "Bobur, endi nimadir qilishing kerak, zal yopildi. Rejang bor, maqsading bor, har oy atigi 2,5 kilo tashlash. Shuni ham qilolmasang nima bo'ladi?" deb yugurishga boshlab ko'rdim. Arzon bo'lgani uchun yuguruvchilar kelyapti. O'sha payt yugurishga bir marta chiqib ko'rdim, 2 marta chiqib ko'rdim. Yopiq bo'lgan paytda. Keyin suzishni haftada bir marta qo'shib ko'rdim. 3-oyda haftada bir marta shunchaki suzishga dam olgan chiqasan deb. Dam olgan chiqishni boshladim. Shunaqa qilib qarabsizki, 4 oy ichida 3 kun sport davom, 1 kun suzishim, 1 kun yugurishim bor haftada. Hammasi kechki payt. Ertalab uyg'onib o'zimni qiynamagan. 5 oydan keyin 10 kilo tashlagandan keyin o'zi insonlar ko'rinishimni farq qildi. Itaklarga borib kelib bitta rasm qo'yganda hamma "O, zo'r qilibsiz" deb
gapirishni boshladi. Bu narsa ichki hissiyotlarga yoqadi-ku. Keyin narsani qaytadan buzish, uchinchi mehnatni yo'q qilish, o'zingiz bilasiz. Bundan orqaga qarasangiz 5 oy ichida juda katta mehnat qilib qo'ygan bo'lasiz. Kichkina qadamlar bilan bo'lsa ham uni yo'qotishga hafsalangiz bo'lmaydi. Shunaqa qilib intizom quriladi. 6-oydan yugurish gruppasini topib oldim. Ular bilan do'st bo'lib, o'zimga o'xshagan sog'lig'iga qaraydigan, yuguradigan, sport bilan shug'ullanadigan insonlar bilan do'st bo'ldim. Tanishlar orttirib, juda ulardan o'rganib, ulardan ilhomlanib, o'shalar bilan tezligiga qo'shilishni boshladim. Va shunda haftasida 2 marta, keyin 3 marta yuguradigan bo'lib ketdim. 3 kun sport zalim, 1 kun suzishim. 6 oydan keyin adashmasam har kuni tinmay shug'ullanadigan, har kuni bitta sport bilan 1 soat, 2 soat shug'ullanadigan bo'lganman. Va shu tarzda intizomni qurganman desam bo'ladi. Ertalablari yugurishga ko'p chiqmasdim. 1-2 o'sha gruppadoshlarim majburlab ertalab yugurish zo'r bo'ladi deb olib chiqqandan keyin bir chiqdim tushunmadim, 2 chiqdim tushunmadim. Ertalabdan uyg'onib yugurish. 3, 4, 5-martasida kunim barakali bo'layotganini sezdim. Ko'p narsa ulgurayotganimni sezdim. Qancha ko'p vaqtli uyg'onib, shuncha ko'p shug'ullansam, kuni bo'yi kuchim ko'pligini sezdim. Shunaqa qilib o'zgardim desam bo'ladi. Haligacha qiyin, haligacha ertalab uyg'onish qiyin. Bugun ham mana 5 ta turib, 6 da yugurishni boshlamoqchi edim. Budilnik qo'ymaganim uchun 6 da uyg'ondim. 7 da yugurishni boshladim. Shunaqa qilib hayotda intizomni charxisi bo'ladi. Qiyin bo'lsa ham ketaverishingiz kerak bo'ladi. Hali ham menga qiyin. O'sha 10 yillik sportsmendan so'rasangiz, unga ham hali ertalabdan uyg'onish qiyin. Lekin siz kuchli bo'lib borasiz. O'sha holatda va har safar qiyinchilik bilan uyg'onayotganingizda bundan o'tganman-ku, bundan keyingi holat o'sha shug'ullanib bo'lgandan keyin o'zimdan mamnun bo'laman, xursand his qilaman. Qanchalik foydasini bilganingiz uchun eslab qoladi. O'shani yengish, qiyinchilikni yengish osonroq bo'ladi. Shunaqa qilib intizomni charxlaymiz desam bo'ladi. O'zi mana botanika bog'ida yuguramiz. Bugun juda ko'p inson bor. Juda ko'p guruhlardan kelishgan. 200 ga yaqin inson yuguryapti. Bo'linib. Shulardan ham so'rasangiz, qanaqa qilib ertalab 7 dan kelib uzoqqa borib yugurasiz. Ya'ni 2 soatlab yugurasan desangiz, o'shalar hammasini o'zini voqeasi bor. Nimadir holat, nimadir fikr bo'lganki, o'sha o'zgartirgan. Sport bilan shug'ullanish qanchalik muhimligi, sog'liqqa qarash, erta uyg'onish, vaqtli yotish muhimligini o'zini talqinida etib beradi. Shuning uchun avvalambor o'sha nimaga kerakligini tushunib yetib olish kerak bo'ladi. Olaygas. Qo'sam kerakmi, otimiz yetishib boraman. Tanishganmizmi? Ho'jakbar. Qalaysiz, charchamaysiz? Salomat. Qancha bo'ldi? Endi boshladim 5 kilometr. O'zingizda qanaqa? O'qib qoldim. Ha, tugatdingiz уже. Ya'ni o'qib qoldim, yugurayman, omma. Dam oling, qo'shilib oling keyin yugurib. O'sha holatda akamni yonimga olib, uydagilar qolganlar aytibdi. Ha, sani farzandlaring bor, ishing bor. Oilalisan, o'shaning uchun senga qiyin, bunga oson degandek gap qilishdi. Bahona topib berishyapti-da. O'shanda savol berdim. Aksincha emasmi? Farzandingiz bo'lsa, oilali bo'lsangiz, ularning kelajagi, ularning rizqi sizga bog'liq. Birov ular uchun sog'lom bo'lib, ular uchun to'g'ri turmush tarzini qurib, vaqtli yotib, ertalabdan uyg'onib ishlarni bitirib, ko'proq harakat qilish kerak emasmi? Teskarisi bo'lish kerak emasmi? Mana barot tangasa nima deydi? Yotog'on bo'lib, uxlab, sport bilan ham ozgina shug'ullanib qo'yib, o'zimni qiynamasdan hech kimga hech nima qilishim shart emas. Hech kim menga qaragani yo'q.
teskarisi bo'lishi kerak emasmi deb savol berdim. O'shanda yana bahona deymizmi, yonidan olishib aytishyapti, bu ishda moralniy ishlab charchagandan keyin yugura olmaydi. O'sha moralniy charchash qiyin, fizikdan ko'ra deyishganda, o'shani qisqacha tushuntirib berishga harakat qildim. Aksincha, o'sha miya charchaganda sport bilan shug'ullansangiz, hammasini charchog'ini bittada oladi. Va keyin charchab, stressda yugursangiz ham yurak kattalashib, stressga o'rganib qoladi. O'sha stressni yurak bir tekisda muvozanatda mashq qilib o'rganadi va sizga nabaro't kattaroq stress, kuchliroq stress kelganda siz yuragingiz ushlab qolmaysiz, o'tirib qolmaysiz, qiyin o'tkazmaysiz, 10 barobar osonroq o'tadi. Har bitta stress kelganda sovuqqonlik bilan o'tirib fikrlab, hayajon yo'q, yurak urish, kattalashib ketishligi yo'q. Hammasini sport yordam beradi. Nabaro't o'sha narsalarga yordam beradi, ishga ham, oilaga ham, hamma narsaga. Bitta yechim shu sport. Qanaqadir kasallik, bel og'rig'i bo'ladi, qorin og'rig'i, nima kasallik bo'lsa, sport bilan davo topsa bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish bilan davo topsa bo'ladi. Intizom bilan hamma narsaga erishsa bo'ladi. Faqat sabr, intizom, harakat. Shu o'sha aytgan savollar juda kuchli savoldi. Qanchadan beri o'zim fikrlab, o'zim narsaga boshqalarga yetib tajribam bilan ulashmaganim uchun o'shanga video olib yozishga qaror qildim. Va ayniqsa bunaqa yugurish formatda parkda hozir 21 kilometr yuguraman. Yarim marafon. Uyga vaqtliroq qaytish kerak. Va aytganimdek juda ko'p yuguruvchilar bor, ularni ham videoga olsam, ko'rsam. Die Hard guruhi yuguruvchilari bugun ikkita guruh kelgan. Die Hard bilan Tashkent Runners hamma bo'linib har xil tezlikda yugurishadi. Kimdir kilometrni 4 minutda, kimdir 5 minutda, kimdir 6 minutda shunaqa tezlikdan belgilab olib guruh bo'lib yugurishadi. Odamlar ko'pligini shu butilkalardan ham ko'rsangiz bo'ladi, tashlab ketgan narsaligini. Orqamda hozir yugurib kelishyapti. Yetib olsa kerak. Mana hammasi ham ekan. Popga suvlarni to'la. Yurganda, kruv bo'lganda aylanib to'xtab suv olib ichib yana davom etib ketishadi. Давай, присоединяйся. Классной. Tashkent Runners guruhi. Adashmasam 530 tentta yugurishadi. Xullas, video uchun to'xtamasdan ikkita guruhga yetib olishga harakat qilamiz. Ko'ringlar.